Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Revo podcast navbatdagi soni. Bugungi mavzuyimiz ham siz uchun muhim va eng asosiysi ahamiyatli mavzulardan biri. Mehmonimizni tanishtirib o'taman. Bugun Revo studiyasida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari kapitan Shavkat Bobojonov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Revo podcast har doim bugungi kunda jamiyat uchun eng muhim bo'lgan mavzularni aynan olib chiqish va bu doirada suhbatlashishni oldigan maqsad qilib qo'yadi va bugungi suhbatimiz ham o'ylaymizki hamma uchun foydali, manfaatli bo'ladi. Endi siz bilan suhbatimiz tabiiyki hozir bizni kuzatayotganlar ham angladi. Qaysi mavzuda bo'lishi aniq. Bu ham bo'lsa o'sha yo'llar, harakat, kerak kezda mana yo'l transport hodisalari haqida gaplashamiz va bugungi kunda haydovchilar uchun yaratib berilayotgan qaysidir ma'noda qulayliklar va bugun haydovchilarni bu yo'l harakati qoidalariga bo'lgan munosabat haqida suhbatlashamiz. Keling dastlab mana shu savol bilan boshlasam podkastni. Sizningcha bugungi kunda O'zbekistonda haydovchilik madaniyati haqiqatdan ham pasayib boryaptimi yoki biz ijtimoiy tarmoqlar orqali bunday holatlarga ko'p guvoh bo'lishni boshladikmi? Endi bugungi kunda haydovchilarimizni ham bu borada ayblashimiz noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlik bu insonni o'zida mujassam bo'lishi kerak, ya'ni bu o'zini dunyoqarashi va o'zini madaniyati bilan ajralib turadi. Bugungi kunda to'g'ri aytib o'tdingiz, ijtimoiy tarmoqlar ham juda ham rivojlanib boryapti. Shuning uchun biz ijtimoiy tarmoqlarda shu ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi haydovchilarimizni qilib turgan xatti-harakatlari, ya'ni yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik holatlarini ko'rib kuzatishimiz mumkin. Albatta bu bilan ko'pchilik hamma haydovchimizga baho berishimiz noto'g'ri. Chunki bugungi kunda aynan ushbu ijtimoiy tarmoqlarda qo'pol turdagi qoida buzarliklarni sodir qilayotgan haydovchilarimiz bu albatta afsuski voyaga yetmagan shaxslar, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, tajribasiz, avtomaktablarda amaliy va nazariy bilimlarga ega bo'lmagan yoshlarimiz tomonidan sodir etilayotganligi qayd etilmoqda. Va albatta bu borada biz ushbu ijtimoiy tarmoqlarni muntazam ravishda monitoring qilib boramiz va ushbu qoidabuzarlikka nisbatan qonun ustuvor jazo muqarrar ekanligini albatta ta'minlagan holda zudlik bilan ushbu holatni o'rganamiz va haydovchi va shu transport vositasini aniqlash choralari ko'riladi va belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, agar ushbu voyaga yetmagan shaxsni bo'ladigan bo'lsa, uni ota-onasi bilan profilaktik suhbatlar olib boriladi va ushbu voyaga yetmaganga tushuntiriladi, hali sen yoshsan, bu transport vositasini boshqarish uchun ham katta tajriba kerak bo'ladi. Chunki bu sal bir e'tiborsizlik yo bu ozgina bo'lsa ham bir mas'uliyatsizlikning oqibatida bu yo'l hech narsani ayamaydi. Bu transport vositasi hisoblangandan keyin faqat o'zi emas, boshqa harakat ishtirokchilarining ham hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun bu borada biz muntazam ravishda ijtimoiy tarmoqlarni monitoring qilib boramiz va bu bo'yicha muntazam ravishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda aholimizga yo'l harakati qoidalariga rioya qilishliklari bo'yicha ta'sirchan videoroliklarni qilamiz va bu reyd jarayonlarini muntazam ravishda yoritib boramiz. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, demak, haydovchilik borasida ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilayotgan qoidabuzarliklarning soni ham ancha ko'payib qoldi. Hozir endi oldin shunaqa edi, hozir keskin kamaydi. Bizda to'g'risini aytsam, Murodbek, bizda to'y marosimlarida shu guruh bo'lib harakatlanish, drift qilish holatlari juda ham ko'p edi. O'zingiz xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda qachon qarama shu yoshlarimizni nikoh to'ylarida bir guruh yoshlarimiz transport vositalarini guruh-guruh bo'lib harakatlanishi, transport vositalarini xavfli tarzda boshqarishi, o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostida qo'yadigan xatti-harakatlarni qilish holatlari juda ham ko'p edi oldin. Yaqinda bu javobgarlik kuchaytirildi, ya'ni shu drift qiluvchilar uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritildi, ya'ni jazo choralari kuchaytirildi. Ya'ni 128.10 moddasi, ya'ni yo'l bezorasi qoidabuzarligi bo'yicha qo'shimcha javobgarlik belgilandi va albatta ushbu javobgarlik bo'yicha haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi hamda
uni qo'shimchasiga bazaviy hisoblash miqdorini 25 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlanishi belgilandi. Ana o'shandan keyin biz bu narsani targ'ibotini kuchaytirdik, ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyalarda chiqqanda aholimizni ogohlantirdik bu borada. Ko'pchilik bundan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarib oldi. 2025-yilda adashmasam 60 dan ortiq holatlarda aynan to'y marosimlarida drift qilganliklari bo'yicha 60 dan ortiq haydovchilarimiz haydovchilik huquqidan mahrum qilindi. Demak, drift qilgan haydovchi to'y marosimlarida haydovchilik huquqidan mahrum qilinadi. Ha, albatta. Haydovchilik huquqidan mahrum qilinishi bilan bir qatorda 25 barobar jarima miqdori belgilanadi. Haydovchilik madaniyatiga rioya qilish masalasi endi birinchi navbatda insonning o'ziga bog'liq va lekin bunday holatlarni biz oxirgi paytlarda hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lganimizdan keyin tez-tez kuzatmoqdamiz. Aslida qoida buzilishlari har doim bo'lgan, to'g'ri qoidalarga rioya qilib transport boshqaradigan yurtdoshlarimiz ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularga ham alohida rahmatimizni aytib qo'yishimiz kerak tabiiyki. Endi keling, bugun yo'llardagi eng katta muammo nimada deb o'ylaysiz? Bu yo'llarmi, avtomobillarmi yoki odamlarning o'zimi? Endi bilasizmi, ko'pchilik avtomashinadan yoki bo'lmasam yo'ldan xato kamchilik qidiradi bunday vaziyatda. Lekin eng asosiy omillardan biri bu insonning o'zi. Chunki yo'llarda beparvolik yoki e'tiborsizlikka yo'l qo'yiladigan bo'lsa haydovchi tomonidan bu og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini sodir qilishi mumkin. Bu agarda haydovchi o'zi yo'l harakati qoidalariga rioya qilsa, yo'l harakati madaniyatiga rioya qilsa, haydovchilik madaniyatiga rioya qilsa, tezlikni oshirmasa va eng asosiysi shu boshqa harakat ishtirokchilariga bo'lgan hurmati va madaniyati bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanday bir ko'ngilsiz hodisaning sodir bo'lishiga sharoit yaratib bermaydi. Shuning uchun eng asosiy omillardan biri bu insonning o'zini madaniyati, o'zini turishi va yo'llardagi shu yo'l harakati qoidalariga rioya qilishi deb bilaman. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Haydovchilar yo'l harakati qoidalarini bilmagani uchun buzadimi yoki qandaydir ichida baribir menga hech narsa bo'lmaydi degan bir fikr bormi? Bilasizmi, meni kuzatishimcha ushbu ularni eng katta xatosi bugungi kunda yo'l harakati ishtirokchilarini. Men bilan bog'liq bunday holat bo'lmaydi va menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylashi va fikrlashida. Chunki bu siz bilan biz albatta shu yo'lga chiqar ekanmiz, harakat ishtirokchisiga bevosita aylanamiz. Chunki biz xoh piyoda bo'laylik, taksilarda foydalanadigan bo'lsak, yo'lovchi sifatida harakat ishtirokchisiga aylanamiz. Avtomashina boshqaradigan bo'lsak, haydovchi sifatida yo'l harakati ishtirokchisiga bevosita aylanamiz. Shuning uchun har bir kishi yo'lga chiqar ekan, o'zida mas'uliyatni his qilib, yo'l harakati qoidalariga rioya qilsa, ana shundagina uni yo'l asraydi. Chunki yo'lda hech kim kafolatlanmagan. To'g'risi, birov avtoavariyadan sodir bo'lib, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari yoki bo'lmasam tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini voqea joyiga shaxsan o'zlarimiz chiqamizda, shunda bitta narsa shu o'ylanib turadi kishini. Shu inson o'zi ko'chaga chiqishdan oldin men hozir yo'l transport hodisasiga uchrayman yoki bo'lmasam men hozir yo'lda belgilanmagan joyda o'tishimning oqibatida meni bir avtomashina urib yuboradi va men bir umrga nogiron bo'lib qolaman yoki bo'lmasam men bevaqt olamdan ko'z yumib o'lib qolishim mumkin degan narsalarni o'zida his qilmaydi. Eng katta xatosi mana shu harakat ishtirokchilarining shulardan iborat. Men bilan bunday holat bo'lmaydi, menga buni qiziqi yo'q degan o'yda bo'lishi bu noto'g'ri. Chunki yo'lda boya aytganimdek, hech birimiz kafolatlanmaganmiz. Yo'lda harakatlanar ekanmiz, yo'lga chiqdikmi, eng avvalo o'zimizni qolaversa boshqa harakat ishtirokchilarini hurmat qilgan holda yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilib harakatlanishimiz shart va zarur. Yana bir narsa so'ramoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz? Haydovchilar yo'l harakati qoidalarini hurmat qilgani uchun buzmaydimi yoki jarimadan qo'rqqani uchunmi? Albatta to'g'risi bir qiziq savol berdingiz. Haqiqatan ham bu ko'pchilikni qiziqtiradigan savol bo'lsa kerak, menimcha. Ham buni ko'pchilik javobini bilsa ham kerak, menimcha o'ylayman-da. Endi ko'pchilik o'zingiz ham ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Men ushbu amaliyot davrimda, ya'ni ushbu xizmatim jarayonida ko'p guvoh bo'lganman. Oddiy misol, haydovchi transport vositasini boshqarishdan oldin xavfsizlik kamarini taqishi kerak. Biz har doim haydovchilarimizni ogohlikka chaqiramiz. Bu xavfsizlik kamarini taqing, xavfsizlik kamari bu hayot garovi deb necha marta tushuntirdik, boshqa qildik, lekin bu bo'yicha javobgarlik ham bor.
Lekin haydovchilarimizni xavfsizlik kamarini taqtirishni o'zi sal qiyinroq bo'ldi, lekin yaqinda yana video kuzatuv kameralarini o'rnatdik. Viloyatimizda o'zingiz ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, e'lon berdik. Hozir hamma xavfsizlik kamarini taqishyapti. Menimcha shu jarima to'lanmaslik uchun taqishyapti deb o'ylayman. Lekin buni haydovchilar shunday o'zlari o'ylashi kerak, bu xavfsizlik kamari hayot garovi. Chunki bu xavfsizlik kamari bir nima deydi, o'zini xavfsizligi nuqtai nazaridan jarimadan qo'rqqani uchun emas, o'zini xavfsizligi nuqtai nazaridan haydovchi bu xavfsizlik kamarini taqishi kerak. Yana bir misol keltirib o'tishim mumkin. O'zlarimizda bir fuqaromiz boshqa bir chet davlatda yurtida, ijtimoiy tarmoqda endi pryamoy efir qilib Instagramda yuribdilar, yonida sheriklari bilan. Endi yo'l bilan bog'liq holatlarni endi gapirib borishayotganligi uchun menga kimdir tashadi shu jonli efirini. Keyin men ham qiziqib kirib ko'rdim. Kirib shunday ko'rib o'tirsam, qarasam bular yo'lda yurishdi-da. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilib boshlab yonidagi sheriga aytayapti, shunday magazindan, do'kondan chiqishin, ketdik yo'lni kesib o'tamiz deyapti-da. Yo'q dedi, bu yerda dedi javobgarlik belgilangan, bu yerda dedi hozir o'tsak, hozir bizga dedi jarima yozishadi dedi. Undan nima qilamiz dedi. Yetdik, ana belgilangan joydan o'tib kelamiz dedi. Ko'rdingizmi? Men aytmoqchi bo'lganim shu, bizani o'zimizni shu yerdagi fuqaromiz, shu bizani odamimiz misol uchun-da chetga borgandan keyin shu qo'rqib turibdi. Lekin bu yerga kelganda u misol qoidaga rioya qilmagandek bo'ladi-da. Lekin bu yerda ham tartib o'rnatilgan. Bu yerda ham shu yo'lni belgilanmagan joyida o'tish mumkin emas. Bu bo'yicha javobgarlik belgilangan va biz bu bo'yicha ogohlantirishlarni olib boramiz, profilaktik suhbatlarni olib boramiz, tushuntirish ishlarini olib boramiz. Lekin bir shu yo'lni belgilanmagan joydan o'tayotgan piyodani to'xtatib jarima yozamiz desak, qanchadan qancha bizga o'zini e'tirozlarini bildirishadi, bilmagan edim, bilmay qoldim deb. Shuning uchun har kim o'z yo'l harakati qoidalariga birinchi navbatda rioya qilsa va shu yo'l harakatlanish madaniyatiga rioya qilsa, hech qanday jarima ham to'lamaydi, hech kim jarimaga ham tortilmaydi. Bu video kuzatuv kameralari bo'ladimi, radarlar bo'ladimi, haydovchimiz yoki piyodalarimiz yo'l harakati qoidalariga rioya qilsa, ortiqcha jarima ham tortilmaydi va ortiqcha ovoragarchilik ham bo'lmaydi. Bir kun masalan kameralar va radarlar hammasi o'tsa, masalan to'xtatilsa, qanaqa harakat bo'ladi deb o'ylaysiz yo'lda? Masalan, o'zimiz ko'chalarimizda. Hozir bizda aholimizni yo'l harakati qoidalariga rioya qilishligi va ularni harakatlanish madaniyati va o'zlarini yurish turishi ancha yaxshilashib qoldi. Men o'ylayman, endi shunaqa bo'lgan taqdirda ham bizani aholimiz bu yo'l harakati qoidalarini buzishmaydi va shu o'zlari tartib bilan harakatlanadi deb o'ylayman. So'nggi paytlarda voyaga yetmaganlarning avtomobil boshqarib o'z boshimchalik bilan harakat qilayotgan holatlarini ko'p kuzatyapmiz. Masalan, oddiy bir misol, yaqinda bitta yaxshi bir videorolik tayyorlandi. Shuhratbek Ochilov bilan birgalikda, jamoasi bilan birgalikda. U yerda ham shu lavha jonlantirib, bir chiroyli, ta'sirli shaklda ifodalab berilganda, bugungi kunda bu muammo aynan qanchalik jiddiy bo'lyapti, xususan Xorazm viloyatini o'zida olib qaraydigan bo'lsak. Bilasizmi, yaxshi mavzuni ko'tardingiz. Haqiqatan ham bugungi kunda barchamizni birdek tashvishga solib turgan narsa bu voyaga yetmagan, tajribasiz yoshlarimizni avtomashina boshqarishi. Bu albatta fojia desak ham bo'ladi. Buni oldini olish uchun biz ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda to'xtamasdan bot tushuntirish ishlarini olib boribmiz. Maktablarga borib, ota-onalar bilan profilaktik suhbatlarni muntazam ravishda olib boribmiz. Bundan tashqari shu ijtimoiy roliklarni tayyorlab turibmiz. Mana hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz, inspektor o'z jamoasi bilan hamkorlikda shu ta'sirchan video rolik qildik. Ya'ni shu hayotiy voqelikdan kelib chiqqan holda-da. Chunki bugungi kunda bilasizmi, shuncha aytishimizga, tushuntirishimizga qaramasdan ayrim ota-onalarimiz haligacha o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmaganligi oqibatida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lib turibdi. Yaqinda ham shu endi shu 3 ta voyaga yetmagan begunoh yoshlarimiz shu avtomashina boshqarish oqibatida bevaqt olamdan ko'z yumishdi. Boshqaruvni yo'qotib, ya'ni haydovchilik guvohnomasi ega emas, maktab o'quvchisi. Bu bilan shu yonidagi o'zini sinfdoshlari ham shu bevaqt olamdan ko'z yumishiga sababchi bo'ldi. Qarang, endi bu narsani oldini olish mumkin-ku. Nega ota-onalarimiz beparvo? Nima sababdan ota-onalarimiz bemalol ishonib avtomashina kalitini voyaga yetmagan, tajribasiz
maktab o'quvchisiga berib turibdi. Bundan faxrlanish yoki bo'lmasam bundan bir boshqa o'zlariga bir samara beradigan narsa ko'rishimiz mumkin emas. Bu fojia-da, bu fojia. Nafaqat o'zini farzandi, balki qolaversa shu mahallada o'zini mahallasida yashab o'tirgan qo'shni ovasi bor. Masalan, ularning hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Lekin bugungi kunda shu ota-onalarimiz e'tiborsizligi oqibatida hozir bu joriy yilni shu davr mobaynida, ya'ni 6 oy mobaynida viloyatimizda 400 dan ortiq voyaga yetmaganlar tomonidan avtomashina boshqarish holatlari yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan aniqlandi. Oxirgi 6 oyda. Mana shu oxirgi 6 oyda 400 tadan ortiq holatlar aynan maktab o'quvchisi yoshlarimiz. Endi qarang, bu degani 400 ta sodir bo'lishi mumkin bo'lgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olish demakdir. Shuning uchun ushbu borada biza tinmasdan chora-tadbirlar belgilangan, boya aytganingizdek ijtimoiy roliklarni qilib turibmiz. Chunki bu borada to'xtab qolsak bo'lmaydi. Men shu so'rab qolgan bo'lar edim, shu voyaga shu ota-onalarimizdan, hurmatli yosh kattalardan bu narsaga befarq bo'lmaylik. Mahallalarda bo'lib turgan holatga ham yosh kattalarimiz ham befarq bo'lmasligi kerak. Har bitta vaziyatni mana shunaqa voyaga yetmagan shu yosh maktab o'quvchisi avtomashina boshqarib yuribdimi, buni oldini olish uchun biza bilan hamkorlikda buni oldini olish kerak. Mahallada katta tezlikda harakatlar bo'lgan yosh bolani ko'rdimi, borib ota-onasiga aytish kerak, "Ey, o'g'lingga tushuntir, tarbiya ber, avtomashina boshqarmasin, meni mahallada meni yosh kichkina farzandlarim yuribdi, nevaralarim yuribdi" deb befarq bo'lmasa, bunday holat bo'lmaydi. Chunki mana hozir o'zim ko'rib guvohi bo'lib turibman. Misol uchun, yaqinda bir Xiva tumanida shunday holat bo'ldi. Bog'cha yasharidagi bolani urib ketdi. Mahallaning ichki yo'lda katta tezlikda harakatlar. Mahalla aholisi ham maktab o'quvchisining otasiga e'tirozini bildirishdi. Senga aytgan edik, bolangga qara, bolang yaxshi yurgishi yaxshi emas, avtomashina boshqarib yuribdi. Ertang bir korxonani boshlaydi deb seni necha marta ogohlantirdik deb o'sha yerda mahalla aholisi e'tirozini bildirdi. Lekin afsuski endi kech. Bugungi kunda telefon haydovchi uchun spirtli ichimlikdan ham xavfli bo'lib qoldi desak bo'ladimi? Endi bu qoidabuzarlikni u bilan ikkisini tenglashtirish yoki bo'lmasam solishtirishni o'zi noto'g'ri. Chunki transport vositasini boshqarayotgan payti haydovchi diqqati faqatgina yo'lda bo'lishi kerak. Albatta bu telefonga chalg'ishi 2 soniya, 3 soniyaning ichida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shu bilan bir qatorda alkogollik ichimlik, ya'ni mast holda avtomashina boshqarish ham bu diqqatni bir joyga jamlamaydi va bu haydovchini stress holatiga keltirishi va bo'lmasa qilib turgan ishini o'zi bilmay turgan holatlari bo'lishi mumkin. Og'ir oqibatli o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarimiz tahlil qilinganda aynan ushbu haydovchini diqqatini chalg'itishi va ushbu spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda avtomashina boshqarish holatlarda aniqlanganligi qayd etilgan. Shuning uchun buni ikkalasini solishtirish noto'g'ri hisoblanadi, chunki bu narsaga umuman mutlaqo mumkin emas. Ikkalasi ham xavfli. Ikkalasi ham birdek xavfli haydovchimiz uchun. Odamlar avariyalarning asosiy sababini tezlikda deb o'ylaydi-da. Aslida birinchi o'rinda nima turadi deb hisoblaysiz? Yoki tez haydab transport vositasini boshqaradigan insonlar sizningcha o'zi qayerga bunchalik shoshadi? Sodir bo'lib turgan yo'l transport hodisalarimizni tahlil qilib boriladi-da bizda. Shunda tahlil qilingan vaqtda ko'pchilik holatlarda shu tezlikni oshirishi, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanishi kabi holatlarda qayd etilganligini guvoh bo'lganmiz-da. Endi to'g'risi boya aytib o'tganimdek, transport vositasini boshqarayotgan payti bu shoshma-shosharlikka yo'l qo'yish yoki bo'lmasam tezlikni oshirish bu o'z umrini qisqarishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni biza ommaviy axborot vositalarida ham bu yo'llarda ko'rgan bo'lsangiz, transport vositalari serqatnov yo'llarga haydovchilarimizni ogohlikka chaqiruvchi umr tezlikdan muhimdir degan shior ostida bannerlarni o'rnatganmiz. Albatta shu haydovchilarimiz hushyor bo'lsin, ogoh bo'lsin, shu yo'l harakati qoidalariga rioya qilsin degan qabilida. Albatta bu tezlikni oshirmasa, yo'l harakati qoidalariga rioya qilsa, oraliq masofani saqlasa haydovchilarimiz yo'l harakati madaniyatiga rioya qiladigan bo'lsa, albatta bu tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'lmaydi. Odamlar
avariyadan keyin, ya'ni yo'l transport hodisasidan keyin ko'proq nimadan afsuslanganini ko'rgansiz? Sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari bo'lgan joyga, voqea joyiga borganimizda, shu haydovchidan so'raganimizda, shu haydovchilarimiz eng aytadigan gapi, bilmay qolibman, shoshib qolibman yoki bo'lmasam ayb menda emas. Shunaqa kabi o'zini oqlashga urinadi ko'pchilik haydovchilarimiz. Lekin avtoavariyalarimiz ham o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Qaysidir bir haydovchimizni, qaysidir bir aybi natijasida bu yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu avtoavariyaga, voqea joyiga borganimizda shu eng birinchi eshitadigan narsamiz shu, faqat haydovchilarimiz o'zini oqlashga urinishadi va ayb menda emas, men bilmadim yoki bo'lmasam e'tiborsiz qolibman degan gaplarni eshitamiz. Faoliyatingiz davomida ko'rgan eng og'ir yo'l transport hodisasi haqida aytib bera olasizmi, eslay olasizmi? Har kuni bizning shu asosiy maqsadimiz, shu vazifamiz, shu niyatimiz shu o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi bo'lmasin. Shu aholimiz, qaysidir bir yurtdoshimiz shu bevaqt olamdan ko'z yummasin, hech kim jabrlanmasin deb niyat qilamiz. Shuning uchun har kuni shu ertalabki yo'riqnomaga borganimizdan shu rahbariyatimizni ham, shu shaxsiy tarkibimizni ham hammamizni shu niyatimiz birdek, shu qaysidir yurtdoshimiz shu jabrlanmasin, yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasin deb niyat qilamiz. Shu tajribamiz mobaynida bir o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi shu Xiva tumanida bundan bir necha yil oldin bo'lgan edi. Shu yosh voyaga yetmagan Hasan va Husayn ikkita o'g'lonni spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda rul boshqaruviga o'tirib katta tezlikda avtomashina boshqarib urib ketishi 10 yoshda edi menimcha ular ikkalasi. Voqea joyida halok bo'lishgan. Biz voqea joyiga yetib borganimizda borsak, u yerda ushbu haydovchimiz spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda avtomashina boshqarishiga yetmaganday ikkita voyaga yetmagan bolani urib ketib, voqea joyidan qochib yashirinishga uringan. Albatta bunday vaziyatda bizda ichki ishlar organ xodimlari tomonidan tezkor tergov guruhlari tuziladi va to'sib ushlash rejalari amalga oshiriladi va qisqa muddatda ushbu transport vositasi aniqlandi va haydovchining shaxsiga ham oydinlik kiritildi. Shunda to'g'risi shunchalik nima deydi, bir odam shunaqa bir titrab ketadi odamda, voyaga yetmagan yosh bolalarning o'limini ko'rsang bu avtoavariyada to'g'risi yuraging ezilib ketadi. Chunki hech kimning boshiga tushmasa, qaysidir bir haydovchimizni shu qilgan xatti-harakati, shu ichib rul boshqaruviga o'tirib yo'l harakati qoidalarini pisand qilmasdan katta tezlikda boshqarishi va shu insonlarning o'limine sababchi bo'lishi bu achinarli hol. Lekin mana shunday holatlarni ham oldin olishimiz mumkin. Murodbek buning uchun misol o'sha yigit, navqiron yigit misol, hali yosh, haydovchilik guvohnomasi olganiga bir 3 yil bo'lgan, oila qurganiga ham bir 3 oy bo'lgan ekanda. Hali endi sud jarayonida ham qatnashdik. O'sha yigitni sud jarayonida ham hali yaqinda turmush qurgan, hali yosh, navqiron yigit shu spirtli ichimlik iste'mol qilib rul boshqaruviga o'tirgan. Eng achinarlisi yonida o'rtoqlari ham bo'lganda. Endi qarang, bir choyxonagami, qayergadir to'yxonagami borsa ham ichsa, ichgandan keyin chiqsa ko'chaga, avtomashina boshqarishini shu yerda kamida 5-6 kishi ko'radi shuni misol. Guvohi bo'ladi. Yoki bo'lmasam ushbu jarayonda ham shu yonida o'tirgan sheriklari, o'zining o'rtoqlari ham shu jinoyatda sherik bo'lib turibdi-da endi masalan, misol. Chunki jinoyat qilyapti-da u. Ichib rulga o'tiryaptimi, u fojia u. Ichib avtomashina boshqarilganligi bo'yicha ham jinoyat javobgarlik belgilandi. Aynan shunday holatlar. Hamma shunchaki tomoshabin bo'lib turayotganini ko'rishni o'zi bir boshqacha. Shunga to'g'risi nima deydi? Bu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, insonlarni xavfsizligini ta'minlash bu faqatgina ichki ishlar organ xodimlariniki emas, bu hammamizning burchimiz, hammamizning vazifamizga kiradi. Misol uchun shu to'ygami, choyxonagami, qayergadir borsa shu yerda shu choyxonaning egasimi, kimdir masalan, yoki bo'lmasam shu birga o'tirgan o'rtoqlarimi, "Ey do'stim, rulni ichib avtomashina boshqarma. Hozir bir ko'ngilsiz hodisa bo'lishi mumkin.
qo'ygin taksida ketamiz desa, hozir mana ko'rib turibsiz, butun taksilarimiz ham rivojlanib, yangi nimalar joriy qilingan, taksi yo'nalishlarimiz. Qisqa raqamlarga telefon qilsa, xohlagan bir joyga haydovchilar yetib borishadi. To'g'ri. Yoki bo'lmasam shu qayerda bo'lsin qat'iy nazar shu avtomashina tashab ketib, shu yerda bir ertaga kelib olib ketsa ham, masalan, hech qanday ko'ngilsiz hodisa bo'lmaydi. Lekin qarang, shu eng meni xotiramda eng yomon bir muhrlanib qolgan yo'l transport hodisasi shu aynan shu voyaga yetmagan shu ikkita Hasan Husinni o'limi bilan bog'liq holat. Rahmat. Tabiiyki bunaqa biz fikrlarni eshitganimizda baribir ta'sirlanamiz va har doim bir narsaga diqqatli bo'lishni so'ragan bo'lardik yurtdoshlarimizdan. Haydovchi bo'lish hammaning qo'lidan keladi. Tabiiyki avtomobil ruliga o'tirdim degani, lekin bu haydovchi bo'ldim degani emas. Ya'ni qoidalarga rioya qilish birinchi navbatda o'zingiz uchun. Xo'p, o'zingizni salomatligingizni o'ylamayotgan ekansiz, hech bo'lmasa atrofdagilarni sog'ligini, atrofdagilarni hayotini o'ylash kerak. O'zi bir fikr eshitib qolgan edik. Aslida voyaga yetmagan farzand, voyaga yetmagan bola masalan haydovchilik ruliga o'tirdimi, u hamma uchun xavfli. Hamma uchun xavfli. Endi biz suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. Eslatib o'tamiz yurtdoshlarimizga. Suhbatimiz Revo Podcast, Revo studiyasida davom etadi. Bugungi mehmonimiz bilan yaxshi mavzuda suhbatlashyapmiz. Xususan mana yo'l harakati xavfsizligi qoidalari, bugungi kunda yo'llar, Xorazm viloyatida bu borada olib borilayotgan ishlar haqida kapitan Shavkat Bobojonov bilan. Xorazm viloyatida hozir Urganch shahrini misolda oladigan bo'lsak ham, deyarli hamma chorrahalarga nazorat kameralari o'rnatildi. Hozir hammasi 100% ishlayapti. To'g'ri. Endi yana bir joyi bor, bu hali yana takomillashadi, to'g'rimi? Masalan, o'sha kamarini taqmaganlik tekshiruv kameralari hali menimcha yana ko'paytirilsa kerak va bu keyin bosqichma-bosqich tuman markazlariga ham o'tadi. O'zi asosan bugungi kunda yo'l transport hodisalari Xorazm viloyatini asosan qaysi yo'l hududlarida ko'proq uchraydi? Masalan, bu tumanlarni bog'lovchi yo'llardami yoki tuman shahar markazlaridami? Raqamlashtirish borasida ko'plab ilg'or tajribalar amalga oshirilmoqda. Xorazm viloyatimizda ham aynan shu siz aytayotgan qoidabuzarliklarni foto va video qayd etuvchi moslamalar o'rnatish jarayonlari olib borilmoqda. Bundan asosiy maqsad yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlikni ta'minlash. Haydovchilarimizni yo'l harakati qoidalariga rioya qilishligini bo'yicha amaliyotda qo'llash. Chunki boya yuqorida aytib o'tganimizdek, bugungi kunda haydovchilarimiz aynan shu raqamli texnologiyalardan, masalan, shularni yordamida keladigan jarimalardan qo'rqishadimi, boshqa qilishadimi yoki shu jarimaga tortilmaslik uchun shu yerdan, misol, radar qurilgan joydan sekin haydab o'tishadi. Shuning uchun bu borada bizlar hozir ushbu foto va video qoidabuzarlikni qayd qiluvchi kuzatuv kameralar o'rnatmoqdamiz. Hozirda Hazorasp tumani, Xiva shahar, Urganch shahar markaziy ko'chalariga o'rnatdik. Shovot tumanidan bor. Bosqichma-bosqich hamma tumanimizga ushbu foto va video qayd etuvchi, qoidabuzarliklarni qayd etuvchi video kuzatuv kameralari bilan jihozlab boryapmiz. Asosiy maqsad shu qoidabuzarliklarni oldini olish va shu haydovchilarimizni yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlikni ta'minlash. Avtoavariyalarga keladigan bo'lsak, yo'l transport hodisalarimizni ko'pchilik yo'l yaxshi emas, yo'ldan e'tiroz bildirishadi. Mahallaning ichki yo'llarida asfaltlar qilish ishlari va ushbu borada olib borilayotgan ishlar, yangi yo'llarni barpo qilinishi, mana yangi yo'llarni barpo qilyapmiz va bundan tashqari mahalla ichki yo'llaridagi yo'llarimizni ham asfalt qilib, yaxshi yo'l infratuzilmasini, sharoitlarini yaratib berilmoqda bugungi kunda. Hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda. Lekin buni yomon tomoni ham bor-da, Murodbek. Masalan, ushbu yo'l qanchalik tekis bo'lgani sari haydovchilarimiz tezlikni shuncha oshirishyapti. Natijada esa shu og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari qayd etilmoqda. Yo'lni ta'minlatamiz, yo'lni tekisligimiz zo'r qilib sharoit yaratamiz, lekin buni haydovchilarimiz to'g'ri ma'noda qabul qilishmaydi, tezlikni oshirishadi. Va biz yana ijtimoiy tarmoqlarda menga har kuni shu e'tiroz keladi, mahalla ichki yo'lida dedi, palon mashina katta tezlikda harakatlanib o'tdi. Yo bo'lmasam bizning mahallamizda ko'chani boshida yashaydigan bir bola dedi, har kuni mashinasini katta tezlikda harakatlanib. O'rganib ko'rsam, boraman, o'rganib ko'rsam haqiqatdan yo'l tekis. Yo'l tekis bo'lgandan keyin u tezlikni oshirgan. Borib bu bo'yicha ham tushuntirish ishlarini olib borib, boshqa nimalarni qilamiz. Bundan tashqari davlat ahamiyatiga ega katta yo'llarimiz bor. Mana
tumanlarimizni bog'lovchi yo'llarimiz Urganch Gullan yo'li, Urganch Yangarik yo'li, Urganch Hazarasp yo'llari, ushbu yo'llarimizda o'tgan 2025-yildagi sodir etilgan yo'l transport hodisalari tahlil etilganda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketish oqibatida sodir etilgan yo'l transport hodisalari ko'p qayd etilganda. Va buni oldini olish uchun biza ushbu yo'lda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, yo'lni ikkiga ajratuvchi plastmassadan bo'lgan konuslarni, ya'ni yo'lni ikkiga ajratuvchi nimalarni qo'yib chiqdik, ustunlarni. Qizil. Buni ham ko'pchilik buni e'tiroz bildirib chiqishdi, bu nimaga kerak edi, bu boshqa. Lekin bilasizmi, shu narsa natija berdimi? Natija berdi. Men shu 2026-yilda umuman qarama-qarshi yo'nalishga chiqib avtomashina sodir qilingan yo'l transport hodisalari sodir etilmadi. Shunaqa natija berdi. Shu qarama-qarshi bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olishga erishdik. Chunki to'g'ri, u misol uchun 5 oy, 6 oydan keyin o'z sifatini yo'qotib, yo'qolib qo'porilib ketishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin bizning eng asosiy maqsadimiz shu qarama-qarshi yo'nalishga chiqish bilan bog'liq avtoavariyalarni oldini olish bo'lgandan keyin biz majburmiz, biz yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashimiz, harakat xavfsizligini ta'minlashimiz shart va zarur. Shuning uchun biz shu narsalarni qilamiz. Shuning uchun biz haydovchilarimizdan iltimos qilib qolardik, shu oraliq masofani saqlagan holda tezlik me'yorlariga va eng asosiysi shu qarama-qarshi yo'nalishga chiqmasdan harakatlansalar, men o'ylayman, viloyatimiz hududida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari sodir bo'lmaydi. Shaxsan o'zimiz ham haydovchimiz va yo'llarda oxirgi paytlarda ko'p kuzatayotganimiz, reydlar soni ancha ko'payganmi? Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari to'g'risi shaxsan o'zimni ham kunda 1-2 marta to'xtatadigan holatlarga ham duch kelyapmiz-da. Bu nimani bir sababi? Respublikamiz miqyosida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor va profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aynan ushbu oylik doirasida kuchaytirilgan tartibdagi nazorat reyd tadbirlari va profilaktik tadbirlar ham amalga oshirilmoqda. Siz aytayotgan ushbu reyd jarayonlarida hamkor guruhlarimiz tashkillashtirilgan, ya'ni ushbu ko'chma mobil postlarimiz tashkillashtirilgan, ya'ni ichki ishlar organlari tarkibiy tuzilmalaridan, sohaviy xizmatlardan tashkil topgan guruhlar va yo'l-patrul xizmati inspektorlari bilan hamkorlikda kuchaytirilgan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Bilasizmi, biz har kuni, har doim ommaviy axborot vositalarida aholimizni yo'l harakati qoidalariga rioya qilishliklarini tushuntirib, aytib kelishimizga qaramasdan, hanuzgacha viloyatimizda haydovchilik huquqiga ega bo'lmagan tajribasiz haydovchilarimizni avtomashina boshqarish holatlari, shuningdek yuqorida ta'kidlaganimdek ota-onalarimizning e'tiborsizligi natijasida voyaga yetmaganlarimizni avtomashina boshqarib yurganlik holatlari hanuzgacha uchramoqda. Bu albatta aynan bu tungi vaqtlarda kuzatilmoqda ko'pchilik. Ya'ni tungi vaqtlarda biz endi ijtimoiy so'rovnoma o'tkazganimizdan shunaqasi oydinlik kiritdik. Ko'pchilik tungi vaqtlarda reyd bo'lmaydi. Tungi vaqtlarda yo'l-patrul xizmati inspektorlari hujjat so'rashmaydi degan bir noto'g'ri tendensiya bor ekan. Lekin unaqa emas. Bu hozirgi kunda shu narsani amaliyotda biza bu narsani isboti tariqasida har kuni tungi nazorat reydlarini kuchaytirganmiz. Ya'ni ushbu har kuni qilinib turgan reyd jarayonlarimiz kunlik tahlil qilib borilmoqda. Ushbu tahlillar asosida ko'rishimiz mumkin, har kuni viloyatimiz hududida 300 dan ortiq, kamida 300 dan ortiq transport vositalari vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchalariga joylashtirilmoqda. Har kuni. Xorazm viloyatida. Viloyatimizda. Bu degani, buni 70-60% hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan va voyaga yetmagan yoshlarimiz tomonidan avtomashina boshqarish holatlari qayd etilmoqda. Va bu borada haligacha bizani ko'pchilik aholimizga hali yetib bormagandan dalolat beradi. Chunki bu har kuni bir 200 dan ortiq, 300 dan ortiq tajribasiz haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan shaxslarning avtomashina boshqarib yurishi bu fojia. Chunki bu nafaqat o'zida tajriba yo'q haydovchilik borasida, yo'l borasida, haydovchilik madaniyat borasida tajriba bo'lmagandan keyin bu nafaqat o'zi qolaversa boshqa harakat ishtirokchilarining hayotiga xavf tug'diradi. Chunki buni biza amaliyotda tajribamda men ko'p guvohi bo'lganman. Shu sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarini tahlil qilganimizda ham qarasak, aynan ushbu aybdor haydovchini haydovchilik guvohnomasi yo'q yoki bo'lmasam hali voyaga yetmagan shaxs ekanligi
qayd etilgan. Rahmat. Oxirgi paytlarda bir holatga ko'zim tushib qoldi. Mana masalan, ko'pchilik ko'rgan ijtimoiy tarmoqlarda bu blogerlar bo'ladimi yoki shu videoni tayyorlayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar ichki ishlar xodimini, yo'l patrul xizmati xodimini xizmat formasini kiygan holatda videoga tushyapti. Video tayyorlayapti. Bu o'zi qonunda qanday belgilangan? Bu mumkinmi? Ichki ishlar xodimi, yo'l patrul xizmati xodimini formasini kiyib video olish bu qanchalik to'g'ri? Bugungi kunda endi ko'pchilik blogerlarimiz chiqishadi-da, shu yo'l patrul xizmati xodimini formasini, kiyim boshini kiyib bir kontent ishlashak edik, shunga ruxsat olsak bo'ladimi debdi. Bu bo'yicha ruxsat yo'q. Javobgarlik belgilangan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 195(2) moddasida javobgarlik belgilangan bo'lib, ya'ni huquq muhofaza qiluvchi organ xodimlarini formali kiyim bosh kiygan xodimlarni ularni obro'sizlantirishga olib keladigan tarzda videolarni buzib tarqatish bu 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanishiga sabab bo'ladi. Boshqa vazirlik idora tashkilotlarini formali kiyim boshlarini qonunga xilof ravishda kiyish bu qonun bilan taqiqlangan. Bizani viloyatimizda bir ikkita holatda shunday holat aniqlandi. Ya'ni yo'l patrul xizmati xodimini formali kiyim boshini kiyib bir blogerlarimiz tomonidan video kontent tayyorlashgan. Albatta bu holat bo'yicha men kunlik nazorat va kunlik monitoring qilib boraman ijtimoiy tarmoqni. Agarda shu bizani formali kiyim boshimizni kiyib kontent video ishlangan holat bo'ladigan bo'lsa, zudlikda shaxsiy oydinlik kiritaman va belgilangan tartibda ushbu hududni ichki ishlar organ boshqarma boshlig'iga bildirgi asosida murojaat qilaman. Ya'ni ushbu holatga oydinlik kiritilishi va sud tartibida ushbu qonunbuzarlik qilgan blogergami yoki bo'lmasa shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishligi bo'yicha. Bu boya aytib o'tganimdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 209(1) moddasida javobgarlik belgilangan sud tarkibida ko'rib chiqiladi va ushbu kiyim-bosh musodara qilinib yo'q qilinishi va bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlanishigacha sabab bo'ladi. Shuning uchun men doimiy ravishda shu blogerlarimizga yoki bo'lmasam shu shunday video ishlamoqchi bo'lgan nimalarga, content makermi shunaqa o'xshagan ijtimoiy tarmoq faollariga bu narsani qilmasliklarini so'rab qolaman. Rahmat. Keyin yo'l patrul xizmati xodimi masalan haydovchi bilan muloqot jarayonlarida ham uni tasvirga olish holatlariga duch keladi. Haydovchi tomonidan. Bu holatlar qanday baholanishi kerak o'zi? Bu holatlar qanchalik to'g'ri? Endi bilasizmi, yo'l patrul xizmati inspektorlarining o'zi faoliyati ochiqlik va shaffoflik o'zi bizani funksional prinsipimiz ham shunaqa, ochiqlik, shaffoflik tizimi doirasida ish qilamiz. Yo'l patrul xizmati inspektorini tasvirga olmaslik degan joyi yo'q. Olsa mumkin, o'zi xavfsiz hududda turib, o'zi uchun yoki ya'ni shu ertaga bir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, sud organlariga, yuqori turuvchi organlarga taqdim qilish maqsadida olishi mumkin, lekin buni ijtimoiy tarmoqlarga buzib tarqatsa, agarda misol uchun boshqa uydirma gaplarni aytib yoki bo'lmasam boshqa noto'g'ri ma'lumotlar, noto'g'ri axborot, noto'g'ri ma'lumotlarni ushbu videoni buzib, muzikalar bilan yoki bo'lmasam qandaydir tegiga yaqinli uydirma gaplarni yozib, buzib tarqatadigan bo'lsa, bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 195(moddasi 2-qismiga asosan javobgarlik belgilangan. Bu ham sud tarkibida ko'rib chiqiladi, ya'ni 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanishigacha boradi. Shuning uchun bu yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan haydovchilarimiz o'rtasida bo'layotgan bir muloqot jarayonlarini tasvirga olishlari bemalol o'zlari uchun mumkin, lekin buni ijtimoiy tarmoqlarda buzib, obro'sizlantirish tizimi va yaqinda uydirma bo'xtonlarni qilib tarqatish bu qonundan xilof hisoblanadi. Oldinlari videolarni tasvirga olayotganda avtomobil rulida o'tirsa, haydovchilik kamarini taqmagan holatlarni ko'rganmiz. Endi hozir ko'p videolar chiqadigan bo'ldi. Masalan, haydovchi o'zini o'zi nimadir gapirib ijtimoiy tarmoqqa qo'yapti, kamarni taqib qo'ygan. Qaysidir ma'noda qoidaga rioya qilyapman-ku mana degan qabilida. Lekin o'zi umuman transport harakatlanayotgan vaqtda telefondan foydalanish menimcha kamar taqilsin, taqilmasin mumkin emas, to'g'rimi? To'g'ri, Muratbek, bu bo'yicha men ko'plab shu blogerlarimiz bilan o'zim shaxsan gaplashib tushuntirib qo'ydim, chunki ko'psiga chora ham ko'rdim. Ya'ni ushbu telefondan
ular o'ylashar ekan, faqatgina telefonni men quloqimga olib, shu quloqimga ushab telefonda gaplashsam bu qoidabuzarlik hisoblanadi deb o'ylashgan ekan. Lekin unaqa emas. Qoidalarda ushbu telefonni avtomashina boshqarayotgan paytda qo'l harakatidan foydalangan holda tasvirga olish, bundan foydalanish qonundan taqiqlangan. Bu narsadan faqat quloq chinlardan yoki bo'lmasam shu avtomashinani diktofonlarida gaplashishi mumkin, bundan mustasno. Lekin qo'l harakati umuman ishtirok etmasligi kerak avtomashina boshqarib o'tirgan paytda. To'xtab turgan paytda bemalol, lekin harakat davomida mumkin emas. Bu bo'yicha ko'plab ushbu ko'p blogerlarimizni qilgan shu qoidabuzarligi bo'yicha ko'plab e'tirozlar keldi mana nisbatan shu ijtimoiy tarmoqlardan. Keyin men majbur bo'ldim shu blogerlarni chaqirib, ular bilan profilaktik suhbat olib borib, choralar, qoidabuzarlik tasviri aks etgan holatlar bo'yicha chora ko'rdik. Hozirgi kunda hamma tushunib, o'zi bilib, shu qoidani rioya qilib turibdilar. Shuning uchun yana bir eslatib o'taman, shu video kontentlaringiz bo'ladimi, o'zlaringizning bir ijtimoiy roliklaringiz bo'ladimi, nima bo'lgan taqdirda ham yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda olishlaringizni so'rab qolaman. Albatta bu yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik holatlari qayd etiladigan bo'lsa, qonun ustuvor jazo muqarrarligi albatta murodbek ta'minlanadi. Shuning uchun barchani shu ogohlikka chaqirib qolaman. Bugungi suhbatimizdan kelib chiqib bir xulosa qilsak, sizningcha yaxshi haydovchi kim? Qoidalarga to'liq rioya qiladigan haydovchimi yoki vaziyatga to'g'ri baho beradiganimi? Bilasizmi, yaxshi haydovchi faqat qoidalarga rioya qiladigan emas, balki yo'ldagi xavfni oldindan sezib biladigan va ushbu har qanday holatda ham sergak va hushyor bo'ladigan haydovchilarimiz, menimcha o'ylayman, yaxshi haydovchi hisoblanadi. Ya'ni u qoidaga rioya qilish bilan bir qatorda yo'lda mas'uliyatli bo'lish va diqqatli bo'lish, e'tiborli bo'lish ham bu yuksak mahorat hisoblanadi. Shuning uchun ikkalasi bir mujassamlashsa, men o'ylaymanki, ana shu yaxshi haydovchi hisoblanadi. Xodim bo'lishni mas'uliyati katta. Masalan, oddiy bir misol, hozir mana yoz fasli, havo ancha issiq, kerak kezda mana ko'rdik 40-45 daraja issiqda xodimlar o'zini vazifasini yo'llarda bajardi. Shunaqa holatda xodim bo'lish, bu vazifani bajarish qanchalik og'ir? Endi bilasizmi, bu ichki ishlar organ xodimlari har tomonlama chiniqqan, mustahkam bir o'zida shu elimiz uchun, yurtimiz uchun, shu xalqimizga xizmat qilaman deb o'zida bir ichida jo'sh urib turgan bir g'ayrati bo'ladi har bir ichki ishlar organ xodimlarini albatta. Va ushbu prezidentimiz oldida va shu xalqimiz oldida ichgan qasamyotimiz ham bor. Chunki bu qasamyotda shu yurtga sadoqat bilan xizmat qilish oliy maqsadimiz va burchimiz sanaladi. Shuning uchun bilasizmi, bizda hozir jazirama issiq bo'ladimi, qahraton qish bo'ladimi, uje biz bunga moslashib bo'ldik. Agar biz hozir uyda o'tirsak, o'tira olmaymiz, to'g'risi. Shu sovuqni sovuq bo'ladimi, issiq bo'ladimi, baribir ham shu biz shu yurt tinchligi uchun, xalqimiz osoyishtaligi uchun, shu fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida bunday jarayonlar, bunday sovuq havolar yoki issiq havolar bizani to'g'risi hech qanday cho'chitmaydi. Bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Yaxshi ma'lumotlarni bilib oldik va o'ylaymizki, savollarimizga biz-ku javob oldik, yurtdoshlarimiz uchun ham foydali bo'ldi. Endi keling oxirgi bizning suhbatimizni yakunlovchi bir savolimiz bor. Bu ham bo'lsa, endigina rulga o'tirgan haydovchiga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Shu endigina yosh haydovchilarimizga shu yo'l harakati qoidalariga rioya qilishliklarini, hech qachon shu tezlikni o'zini xavfsizligidan ustun qo'ymasliklarini va eng muhimi boshqa harakat ishtirokchilarini ham hayotini xavf ostiga qo'ymasliklarini, e'tiborli bo'lishliklarini so'rab qolaman. Rahmat. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati rahbari kapitan Shavkat Bobojonov bo'ldi biz bilan. Sizga katta rahmat aytamiz. Revo podkastni kuzatishda davom eting. Yaxshi mavzular bo'lsa, yozib qoldiring. Rahmat.